Assalamu alaikum dünyanın her tarafı yerlerdeki Şeref Türkistanlı kardeşlerimiz. Hazır bir muzeyxanada men bu yana bir aylanıp çıkkandan keyin bütün muhaciretdeki Uyg'urlar bilan birga sayohat qilishni to'g'ri topdim. Chunki men bu yana aylanıp xuddi bir Sharq Turkiston muzeyxonasida ham vatanimda Sharq Turkistonda aylangandek bo'ldi. Qarasanglar beshimizda mana ara bizning vatanimizni shildirgan. Demasam bu qaramning ismini bilsa qarindoshlar. Xo'sh, birga aylanib chiqaylik. Bu yerda qaraydigan bo'lsak, Tümey Turkiston. Ayni otniki taqib bo'ladi. Ayni bizning vatanimiz Sharq Turkistonniki burungi asli holati. Xuddi Sharq Turkistonning muzeyxonasiga o'xshash. Mana bu yerga qaraydigan bo'lsak, qarindoshlar, kiyinişleri bizning burungi Uyg'ur kiyimlariga o'xshab ketgan. Burungi qo'ldagi o'qiyalardan tortib, kichik bolalarimiz bo'yaydigan halodan tortib, kuchaqlar velosipeddan tortib, ayni vatanimiz Sharq Turkistonga o'xshaydi. Ben bu yer qaraydigan bo'lsak, yani bizning vatanimizda at arabalar, eshak arabalar qildigan. Ayni shu bizning vatanimizga o'xshash qarindoshlar. Buni bir hammalar bilan birga cho'g'lash to'g'ri topdim. Chunki hammamiz bu yerga kullanmaymiz albatta. Mana qaraydigan bo'lsak, Tümürçü usta. Buni yasagan chaydulari, kakillari, orillari hammani asqarsa qarindoshlar vatanimiz Sharq Turkistonniki. Ammo men aylanayotgan Turkiyaning qaysi shahri buni oxiri deyman. Hemen qaraydigan bo'lsak, bizning büşüklerimiz. Biz mana bu büşüklerde çoğun olduk. Analarımız bize mana bu büşük təvəttü. Mana bu yağaç qoşuqlarımız. Ayni bizning yağaç qoşuqlarımız qarindoshlar. Yani odunu qaraydigan bo'lsak, bizning hayallarımız hem bizniki bir yıkançlıqda işletilgan bütün asbablarımız. Bu nimani bildirdi? Türkiye bilan, yani Türkiye'deki Türkler bilan Sharq Turkistondagi Türklarninki qinininki bir bağı kellikini, dağımızdan bir işkellikini bildirdi qarindoshlar. Mana bu qaraydigan bo'lsak, endi bu ressam. Onu demasaq ham yerda o'xshash. Bu yerga kelsak, mana bu usta pichoq bilayotgan alt ekan. Ana bu pichoqli bo'lsa, bizniki kona, eski pichoqlarimizga o'xshaydi qarindoshlar. Mana bu bizniki qozon qurmishlarimiz. Ayni burungi mana bu o'tirdiki bizniki Sharq Turkiston to'lash qiladigan qozonlarimiz. Ham bu yerda qaraydigan bo'lsak, ana bu chileklar, qozonlar, qachilar, tovoqlar, chaynaklar, ya'ni bularning Qashqarniki kademi medeniyet uçurlarına aylansak, aynı bulanı göreleyimiz yolda qarindoshlar. Hala vatanımız Sharq Turkistonda mevcut. Mana bizning quduq. Vatanımız Sharq Turkistonga turib kelishdan burun, ana qaraydigan hamma yerda mana bu quduq bor. Biz quduqdan suvni bu shaklda olatdik. Belki bu dunyoning ham yerda bo'lishi mumkin. Xuddi 100 koleksiyonni quduqqa atgan o'xshash. Ammo bizning milliy kulturimiz. Qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda tisham, kichik ketman, ma'vozi g'albi, buğdaydan nimani araydigan arilar. Mana bu burungi bizniki ajdodlarimizniki yahi degan. Yani buğday qo'naq terg'a vaqtida, ya'ni yumushtirg'a vaqtida ishlatilgan harvisi. Oddiy tishan shakli o'xshaydi ekan bizniki vatanimizga ba'zi shakliga. Qaraydigan bo'lsa qapoqlar, tarozilar. Mana bu anamiz bo'lsa, alaqi biz buğdayni yezib chiqardik, ayni o'sha shaklda. Analarimizning kiyinishi shunday o'xshaydi. Orqasidagi arilarni demasam bo'lsin. Mana bizim bozdozlarimiz. Yani ayak tikayotgan, oyog'ini qilayotgan, mana kiyim tikadigan yani maşina. Hiç kandak farkı yok qarindoshlar. Ağrıyamayın, yüzümüzden kültürü. Mana Qashqarniki uzun uçluk ayakları var. Sayahatchilar satırgan, sayahatchilarga. Bayni o. Mana keldik. Ana bu bir to'yninki qisqacha bir tushundirish shaklidagi bir dab kelayotgan, biri Nozi Nimmat kelayotgan, bari ikkilan o'tiribdi. Mana bizniki xotinninki danglik qo'ygan gilam to'qish. Qaraydigan bo'lsak, bu ayolniki checheniki uzun o'rilgan holati. Mana bu gilamniki to'qilish holati, bu atrofidagi gilamlar ayni bizning vatanimiz Sharq Turkistonniki ayni kulturi. Qaraydigan bo'lsak, nimirgan go'zal qarindoshlar. Hammamiz kep bo'lmaymiz, ammo hammamiz mana bu shaharga kirish nasib bo'lsin dedik. Qarasanglar bizning vatanimiz Sharq Turkistondan Qashqar, Xotin, Urumchi, Olchi, Qashqarniki, ya'ni zagalarimizninki. Har qaraydigan bo'lsak, bu yerga tizilgan halqalar, uzuklar va hokazo hamma narsalar ayni vatanimiz Sharq Turkistonga kelib qolgandek bo'lsa qarindoshlar. Mana bu yerga qaraydigan bo'lsak, bir Uyg'ur uyiniki oddiygina bir loyisi. Bizningki chandallarimiz, sandiqlarimiz, cho'nglarimiz, bechoralarimiz ko'pchilik kiyim qo'yib, tegada oltinlarini, oltini bo'lgan kumushlarni saqlaydi. Hammani Xitoy oldi tugadi. Hamda hozir bankada oldi, burun mana bu chandallarimizni qumrab qo'ygan edi. Mana bu yerga qaraydigan bo'lsak, Qashqarning samovarlari, chaynaklari, mana bu
Tok yok cinçiler dep koyumuz biz vatanımızı boğan. Mana bu yotqandan tızlı şariatlara qaraydigan bolsa qarindaşlar, ayni bizniki Uyg'ur uyida hamma qarasak yotqanlarni mana bu şekilde tizib qo'yapti. Mana köpünün yagi silinişi, keyingi yastıqning qo'yilishi, gilamning bu şekilde qilinishi. Ana bu keyinga qaraydigan bolsak, mana xuddi Sharq Turkistondan sağandeklar mana bu mashinani. Maşallah. Şunu hammamiz birga ziyorat qilaylik qarindoshlar. Mana keldik, Qashqarniki sit no'chiniki kuchsa bo'ladi qarindoshlar. Sit no'chining kuchildirida mana bu kuzini o'z qo'li bilan yasab qo'yganini biz ko'rgan edik. Qaraydigan bo'lsak, bayni vatanimizning ko'zlari, anqashillari, tovoqlari, tümür yasagan har xil narsalar. Bayni vatanimiz Sharq Turkiston kelganda ko'rdik qarindoshlar. Mana bu Seyfonning ishlatilgan mashinalardan tortib, ana bu yerda tikib qo'ygan bizning burunqi qo'ygan chiqib ana yanchiqning chapanlarniki ko'rinishi holati va hokazo. Endi keldik Molla Zeydinga deb. Mana bu anamiz bu yerda to'noda nayib baqqan o'xshaydi. Bu kültür bizim qaraganda biraz farqi bor ekan, ammo bu yerdagi suvetlari, qo'lda to'qigan bu suvetlar ayni biznikini. Mana bu yerda bir unutilib qoldi, bizning go'sht saqlaydigan to'ning ichidagi. Burun to'nlaqi yo'q vaqtida ana shu shaklda biz go'shtlarimizni saqlab keldik. Mana bu satrash. Endi ağzımdan açacağım. Suyumla qarindoshlar, biz bu aylanayotgan yer vatanimiz Sharq Turkistonning Atish Qashqa xotin emas. Turkiyaniki qadimiy Osmoniya shahri. Osmoniya shahridan Osmoniya butun xalqidan butun Sharq Turkistonliklarga assalomu alaykum. Salom yo'llaymiz.